Assalomu alaykum. Xudo xolasa rolikli darvozamizni tayyorlab bo'ldik. Rolikli darvozamiz ko'p odamlar kuyishib, biratimizniki ham tey tarafida avval bo'lgan bu yerda rolik darvoza bo'lgan. Tey tarafi muzlab yurmaydi bo'lib qolgan. Ko'p odamlar shunday bo'lib qoladi. Kursa yomg'ir yog'sa muzlasa yana endi ugonlik ham bo'lgan. Avval bo'lgan o'zida darvoza. Endi biz ham uni shart ko'p berdik. Tey tarafida ugonlik yo'q. Shu narsaning ichida yuradi. Xudo xolasa chot ketib o'rnatib berdik. Listlardan qalin listadan, profillardan qalin profillardan yopilganda tey tarafida hech qanday rolik boshqa bu bo'lmaydi. Tey taraf ham ochiq ko'rsangiz bo'ladi. Ugonlikda ertaga muzlab qoldi, bu bo'ldi degan narsa xudo xolasa bo'lmaydi bizda. Hozir naklenkalarni ham olib eshiklarni ham ochib berganmiz o'rtada. İlk kulplarına hamma narsasini xudo xolasa tayyorlab beramiz.